Ovqatning eng yaxshi va eng go'shtli joyini homilador va bolasini emizadigan ayollar yeyish kerak. Undan keyin bolalar, undan keyin yoshi katta insonlar va eng oxirida erkak kishi iste'mol qilish kerak. Bizning regionda sal boshqacharoq. Ya'ni homilador va bolasini emizadigan ayollar hammadan keyin eng oxirida va alohida ovqatlanishadi. Ovqat sovuq bo'lgandan keyin. Chunki bolasini emizadigan ayol hamma bilan birga ovqatlanadigan bo'lsa, bolasi yig'lab qoladi. Yig'layotgan bola hammaning ishtahasini bo'g'adi. Shuning uchun ayollar majbur bo'ladi yig'layotgan bolani ovuzish uchun turib chiqib ketishga. Ya'ni hammadan keyin ovqatlanadi. Bu narsa 2-3 marotaba takrorlangandan keyin u ovqatga o'tirmay qo'yadi. Vaholanki birinchi bo'lib ovqatlanish kerak edi. Homilador va bolasini emizadigan ayollarni birinchi bo'lib ovqatlanishi uchun shart va sharoit yaratib berish kerak. Ularni alohida ovqatlantirishga o'rgatish emas. Sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Tanasida yetishmovchiliklari, defitsiti bor onadan yetishmovchiliklari bor, defitsiti bor bolalar tug'ilishadi. Bu bilan nima demoqchiman? Homilador va bolasini emizadigan ayollar yaxshi yeb, yaxshi ichish kerak. Ular go'sht, yog' mahsulotlari va sabzavotlarni yaxshisini iste'mol qilish kerak.